Salom do'stlar, Prodosh YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda sizlar bilan Samsung Galaxy S25 Ultra va iPhone 16 Pro Max afzalliklari, plyuslari va minuslarini boricha ko'rsatib gapirib beramiz. Men Samsung Galaxy S25 Ultra haqida gapiraman. O'rtoqlar kameraga yaqinroq olamiz. Men iPhone 16 Pro Max to'g'risida gapiraman. Uni plyuslari hamda minuslari to'g'risida samimiy obzor bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Tayyor bo'lsanglar, boshladik. O'rtoqlar, Samsung Galaxy S25 Ultra bu yil chiqqan Android smartfonlar ichida eng yaxshisi, eng kuchlisi flagman smartfon hisoblanadi. Bunda Snapdragon 8 protsessori o'rnatilgan. Sun'iy intellektni qo'llab-quvvatlaydi. Bu bilan siz xohlagan o'yiningizni, misol uchun kuchli o'yin bo'lishi mumkin, og'ir o'yin bo'lishi mumkin, maza qilib har qanaqa nima desa bo'ladi, kuchli grafikadagi o'yinlarni ham maza qilib o'ynashingiz mumkin. Xo'sh, iPhone bu bilan bu tomonlama konkurensiya qila oladimi? Nimasi bor iPhone'da? iPhone 16 Pro Max iPhone lineykalarining ichida eng moshniy telefonlardan hisoblanadi bugungi kunda. Hamda bu telefon bilan biznes zadachalarni yoki kun davomida qiladigan ishinglarni, video syomkalarni hamda hattoki montajlarni ham bitta telefonning o'zi bilan foydalangan holda kamerasini ham juda ham maksimal darajada ishlatsanglar bo'ladi. Mana nima uchun iPhone 16 Pro Max 25 Ultra da haligacha saqlanib qolgan va hozirgi kunda deyarli menimcha hech qaysi smartfonlarda, ayniqsa Android smartfonlarda yo'q narsa Galaxy S Pen. Bu narsa men esimda oldin Note seriyalarida bo'lardi. Hozir Note seriyalari yo'qolib ketdi. O'rniga mana shu Ultra seriyalari chiqyapti. Bu bilan o'sha Note'li olishingiz mumkin, zametkali, ya'ni qanaqadir дополнительный ishda qilishingiz mumkin, rasm chizishingiz mumkin. To'g'ri, endi juda ham nima desa bo'ladi, hamma ham bundan 100% foydalanmaydi, lekin haligacha mana shunaqa aksessuari дополнительный, ya'ni buni o'zini keysini ichidan chiqadigan aksessuari saqlanib qolgan va bu meni o'ylashimcha juda ham zo'r aksessuar, juda ham zo'r qo'shimcha. iPhone'da bunaqa narsa yo'q. iPhone hattoki o'zini korobkasidan hozir faqat iPhone chiqyapti. iPhone'da bo'lsa bunaqa narsa yo'q, lekin narx borasida ba'zi joylarda iPhone qimmat. Nimaga men bilmayman. Nima plyuslari bor? Mana Nozim aka o'zingiz ayting. Nega aynan iPhone 16 Pro Max tanlaymiz? Birinchidan 2025-yil iPhone lineykalarining o'rtasidagi eng kuchli model hisoblanganiga, kun davomidagi syomkalarimiz hamda montajlarimizni telefon bilan foydalangan holda bu ishlarimizni bitirishimiz uchun iPhone'ni menimcha tanlaymiz deb o'ylayman. Bugungi kunda 3 ta dona podpисчики bor bloger ham iPhone'ni tanlaydi. 13, 14, 15, 16 bo'lsa, baribir ham iPhone'ni tanlaydi deb o'ylayman. iPhone bilan kun davomida qiladigan ishlarimizni, biznes zadachalarimizni yoki kundalik ishlarimizni bemalol qilishimiz. Apple yana juda ham katta plyuslardan bittasi bu uning ekosistemasi. Masalan, telefondagi zametkalarni yoki kontaktlarni, hamma ishlarni одновременно, ya'ni bir vaqtning o'zida MacBookda qilishinglar yoki AirPods'ni telefon bilan ishlatib turib, MacBookka sirazi ochgan paytingizda u MacBookka avtomatik kontakt bo'lib ketishi, ya'ni bir-biri bilan integratsiya bo'lishi juda ham foydalanuvchilarga katta imkoniyatlarni beradi qisqa vaqt ichida. Mana nima uchun Apple. Sizlar ko'rganmisizlar, Samsung telefonining foydalanuvchilari o'zini notebookini taxminan mana shunaqa qilib ko'tarib yurganini Apple juda ham katta dizaynga qarab qo'yadi. Shuning uchun ham iPad yoki MacBooklarni doimo qo'lda ko'tarib yurishadi. Chunki u ekosistema hamda dizaynga juda ham katta urg'u beradi. Samsung kompaniyasi o'zi yillar davomida akkumulyatoriga katta upor bergan, katta fokus qaratgan, akkumulyatorni maksimal darajada kuchli qilib chiqarishga harakat qilishgan va bilsanglar juda ham qiziq fakt bor. Samsung mana shu o'zining telefonlarini yig'ayotganda birinchi korpus yig'ishdan avval birinchi batareya hajmini moslaydi, to'g'rilaydi va uni atrofiga boshqa elementlar, boshqa detallar, misol uchun protsessori bo'lishi mumkin, boshqa sxemalarni uni atrofiga yig'adi. Misol kamera bloki, ya'ni batareya mana shu keysda, mana shu nima deydi, mana shu qutida batareya birinchi o'rinda turadi. Tushunasizmi? O'zi akkumulyatori buni 5000 amper. To'g'ri, hozirgi kunda o'zi o'rtacha Android smartfonlarda 5000 dan 5500 ampergacha chiqarishyapti. Chunki ko'proq o'yin o'ynash, boshqa vazifalarni hisobga olib o'rtacha 5000 5500 amper atrofida va bu yaxshi. 5000 amper bu yaxshi. Bironta iPhone'da hali 5000 amperli akkumulyator chiqqani yo'q shu paytgacha. Samsung bu borada tan olish kerak. Oldinda 45 vattda zaryadlanadi, besprovодной, ya'ni simsiz 15 vattda zaryadlasangiz bo'ladi. To'g'ri tan olish kerak, lekin faqat plyuslarni gapiravermaymiz. O'ziga yarasha minus
minuslari bor. Hozirgi kunda boshqa Android telefonlar super fast charge rejimini chiqarishgan. Misol uchun o'rtacha yarim soatda 0 dan 100 gacha to'ladigan adapterlarni chiqarishyapti, lekin haligacha Samsung Galaxy bu narsani support qilmayapti, ya'ni qo'llab-quvvatlamayapti. 0 dan 100% gacha to'lishi o'rtacha 50 daqiqa vaqtni oladi, lekin bu o'rtacha hozirgi Android flagman smartfonlarni ichida raqobatida bu narsa juda ham sekin desa ham bo'ladi, chunki boshqa telefonlar, misol uchun Xiaomi, Redmi yoki boshqa Oppo, Vivo smartfonlarida, flagman smartfonlarda o'rtacha zaryadlanish 0 dan 100 gacha bu yarim soat vaqt olyapti. Samsung shu borada tan olish kerak, sal orqada qolyapti. iPhone'dachi, iPhone'da qanaqa? Nozim aka, iPhone'ni men bilishim bo'yicha batareyasi juda ham tez tugab qoladi va uni hajmi haligacha kichkina bo'lib chiqyapti. Mana o'zingiz gapiring. O'rtoqlar, gap batareyka to'g'risida hamda Odil aytgan faktlarning hammasi to'g'ri. Samsung keladigan bo'lsa, u birinchi batareyka yig'ib, keyin atrofiga protsessor, shunga o'xshagan kerakli jihozlarni yig'adi. Apple ga keladigan bo'lsa, u naborot qiladi. Birinchi protsessorni hamda boshqa jihozlarni yig'ib turib, keyin akkumulyatorga joy qidirishni boshlaydi. Ya'ni bizga batareyka 1-2 soat kamroq yetadigan bo'lsa ham, lekin telefondagi optimizatsiya, boshqa prilojenelar bilan ishlashi yoki kamerani protsessori bilan chiqishi yoki o'yinda video kartalari qotmasligi muhimroq deb o'ylayman. Batareykamizdan amperaga keladigan bo'lsa, 4700, kruglый счет bilan 5000 desa bo'ladi. Bionic A18 Pro protsessori keladigan bo'lsa, iPhone 15 Pro Max da bergan nagruskalarni agar 16 Pro Max ga beradigan bo'lsanglar, u zaryad quvvatini kamroq yeydi hamda tezroq ishlaydi. Apple yana bitta plus tomoni, uni MagSafe 50% quvvatda MagSafe zaryadkalari bilan 30 daqiqaning ichida bemalol qo'lga kiritsanglar bo'ladi. U ortiqcha simli yo'qligi hamda tez to'ldirish, bыстрый zaryadkani ta'minlaydi. Bugungi kunda powerbankga ham yopishadiganlari chiqib ketgan, bemalol zaryadkani akkumulyator orqasiga yopishtirib, tez quvvatlab olsangiz bo'ladi. Aytib o'tdim-ku, bizga birinchi sifat, ya'ni ichidagi protsessor, ichidagi kommunikatsiyalar bilan chiqishi muhimroq. 1-2 soat kamroq yetsa ham, zato ishimizni sekinroq bitsa ham aniqlik bilan bitadi. Mana nima uchun Apple. O'rtoqlar, endi dizayniga keladigan bo'lsak, 25 Ultra da undan oldingi seriyalari 24, 23 Ultralar kabi mana shu chetlari qirrali emas. Endi bu avvalgi, ya'ni yassi holatda chiqyapti va bu endi menimcha qo'lga ancha qulay bo'ldi. Tan olish kerak, oldingilari qirrali edi va qanaqadir sal shaxsan o'zimga sal qo'polroq ko'rinardi, lekin bu hozirgi nima desa bo'ladi, zamonaviy boshqa konkurent smartfonlariga sal moslashtirib nisbatan chiroyliroq qilishdi, chunki qirrali uncha ham ishlatishga qulay bo'lmasdi. 16 Pro Max korpusiga keladigan bo'lsak, u 5-pokoleniya, ya'ni 5-avlodga tegishli bo'lib, undan oldingi modellarga qaraganda yengilroq, lekin metaldan yaxshiroq. Metalga nisbatan prochniroq. Shuning uchun ham ular titan qoplamasidan foydalanishdi deb o'ylayman, hamda bu yoqdagi yangi ranglarga Desert Titanium, ya'ni qum rangini qo'shdi. Agar skromliroq ko'rinmoqchi bo'lsangiz, o'g'il bolalarga men natural titanium bilan black titanium rangini tavsiya qilgan bo'lardim. 16 Pro Max plyuslariga keladigan bo'lsa, bu caption button knopkasi, bu kimlargadir foydali bo'ladi. Agar syomkani yaxshi tushunadigan bo'lsangiz, hamda kadrlarni yollamacha soladigan bo'lsangiz yoki momentalniy frontalniy kameraga o'tkazmoqchi bo'lsangiz. Lekin shaxsan men o'zimizning showroomda story solayotganimda orqa kamera bilan menga ozgina xalaqit qiladi. Shuni hisobiga men o'chirib qo'yaman. Men deb o'ylayman, bu knopkani o'ziga yarasha plyuslari hamda minuslari bor. Menga bu knopka kerak emas hamda minus olib keladi. Bir xillarga to'g'ri plyus olib keladi. Men minuslardan bittasi shu knopkada deb o'ylayman. Displeyi Gorilla Glass Armor Ultra nisbatan kuchli, oldingi 24-23 larga qaraganda va suvga chidamli IP68 tizimi bunga o'rnatilgan. Suv tagida ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi derdim-u, lekin yo'q, albatta suvga tushib ketsa chidash mumkin, lekin suv tagida soatlab bu telefondan foydalana olmaysiz. Dizayn tan olish kerak, oldingilardan ko'ra ancha chiroyli bo'ldi. Mana kamera bloki atrofidagi ramkalarni olib tashlashgan, kameralari, ko'zlari ancha nima desa bo'ladi, kattalashib chiroyli ko'rinadi qo'lingizda ushlab turgan paytingizda, lekin tan olish kerak, hajmi kattaligi uchun sal qo'lga qo'pollik qiladi. Misol uchun bitta qo'lda ishlatayotganingizda nisbatan sal qiynalishingiz mumkin. Va mana bu yonidagi titan ramkasi ham sal sirpanchiqroq, ya'ni qo'lingizda ushlaganingizda agar texolsiz, g'ilofsiz ishlatayotgan bo'lsangiz, sal telefon sirpanib ketishi mumkin va tushirib olishingiz mumkin. Lekin tan olish kerak, dizayni oldingilardan ko'ra ancha yaxshi chiqdi, sifatli, lekin sal qo'pol, lekin chiroyli.
Do'stlar, endi protsessoriga keladigan bo'lsak, bu flagman va qimmat smartfon. Protsessori ham shunga yarashami? Hozir shuni gapirib beraman. Bu yili Samsung juda ham boshqacha yondashuv qilishdi, ya'ni bu yilgi protsessori Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy, ya'ni Galaxy uchun maxsus protsessor ishlab chiqarishdi. Bu CPU 5X Performance Core, ya'ni oldingi smartfonlardan, ya'ni oldingi Galaxy'lardan ko'ra 5 karra protsessori kuchliroq. Bu protsessor bilan masalan Genshin Impact, PUBG Mobile yoki Call of Duty Mobile kabi o'sha grafikasi kuchli bo'lgan og'ir o'yinlarni ham 60-120 FPS da o'ynasangiz, bemalol o'ynasangiz bo'ladi. Lekin afsus protsessor tomonlama ham o'ziga yarasha minuslari bor. Masalan, yarim soatdan ortiq o'yin o'ynasangiz, telefon qizishib boshlaydi va FPS avtomatik tarzda tushib ketadi. Xo'sh, iPhone'dachi protsessori qanchalik og'ir nagruzkalarni ko'tara oladi va Galaxy S25 Ultra dan ko'ra yaxshiroqmi? Nozim aka, gapiring. Xullas, protsessorda o'yin bilan chiqishini mohiyati bu yerda nimada? Bionic A18 Pro protsessori o'zi bozordagi eng zo'r protsessorlardan hisoblanadi. Hamda iPhone'ni o'yindagi minuslari nima deb o'ylayman? Telefonni qizib ketishi hamda Genshin Impact degan o'yinni Odil aytib o'tib ketdi. Agar eshitgan bo'lsanglar, shunga o'xshagan katta hamda grafikasi yoki maksimalli darajadagi FPS ni tekshirib ko'rish uchun men deb o'ylayman, iPhone bilan Samsungni yonma-yon qo'yib o'ynab ko'rish kerak. Shundagina aniq farqiga borasizlar. Telefonni minuslariga keladigan bo'lsak, to'g'ri, boshqa telefonlarga o'xshab qizib ketadi, lekin bu protsessor o'zi qizib, o'zini o'zi sovutish xususiyatiga ega. Mana shu bilan ham menimcha Apple ajralib turadi deb o'ylayman. Va endi menga juda ham qiziq bo'lgan Galaxy S25 Ultra ni kamerasi haqida gaplashamiz. Ko'pchilik aytadi, kamerasi oyi rasmga olishi nima keragi bor, shart emas, misol uchun o'zimiz rasmga olsak ham yetadi deb har xil xeytlar qilishadi Galaxy ni, lekin tan olish kerak, kamera borasida o'ziga yarasha pluslari iPhone ga nisbatan juda ham ko'p. Hozir shularni sanab beraman. 200 megapiksellik kamera sensori. Bu boshqa Android telefonlar bilan solishtirganda haqiqatan ham kamera sensori juda ham kuchli va sifatli qilib ishlangan. 16 karra rasmni yaqinlashtirsangiz ham rasm sifati umuman buzilmaydi. Va juda ham ko'p telefonlarda bu narsa yo'q. 10x optik zoom, ya'ni 10 karra sifatini buzmagan holda rasmni yaqinlashtirish. Rasmga o'tganingizda 10 karra yaqinlashtirsangiz ham tasvir umuman buzilmaydi sifati. Galaxy kamerasida men yaxshi ko'rgan bitta zo'r rejimi bor, ya'ni bu Pro rejimi. iPhone kamerasida bunaqa funksiyasi yo'q. Ya'ni Pro rejim bu nima? Hamma nastroykalarni qo'lda o'zingiz to'g'irlab chiqsangiz bo'ladi. Misol uchun shutter speedi, uni diafragmasi, ekspozitsiyalarni qo'lda o'zingiz to'g'irlab, baland-past qilib, kadringizni maksimal tarzda professional qilib rasmga olishingizga bu kamerasi yordam beradi. iPhone'da yo'q. Hamma narsa avtomatik tarzda ishlaydi. Men misol uchun iPhone kamerasi shuni yoqishingiz bilan qorong'i joy bo'lsa o'zi yarqiy qo'radi, yorug' joy bo'lsa o'zi qorong'i qo'radi. Ya'ni siz qo'lingizni to'g'rilab o'tira olmaysiz. Afsuski, endi boshqa programmalar bor, o'shani ustanovka qilib ishlatishingiz kerak. Bunda kamerasini o'zi Pro rejimda ishlaydi va o'sha Pro moddan tashqari RAW funksiyasi ham bor, ya'ni rasmni hech qanaqa kompresslasiz, hech qanaqa ranglarni qo'shmasdan boricha olib berib, uni professional montaj qilishingizga yordam beradi. Xullas, umumiy olganda, qanaqadir bir professional kameraga nisbatan juda ham yaqin qilib ishlangan buni kamerasi. Bu kamerasi bemalol professional rasmda olsangiz bo'ladi. iPhone'da yo'q narsa bunda bor va ko'pchilik bunga e'tibor bermaydi. Buni kamerasida 8K formatda video tasvirga yozsangiz bo'ladi. Misol uchun iPhone'da eng maksimumi bu 4K 60 FPS da. Bunda 8K 30 FPS da video tasvirga olsangiz bo'ladi. Tasavvur qilib 8K format bu juda tiniq kачество 4K dan ko'ra ancha yaxshiroq degan. Va shu 4K ni ham support qiladi. 4K 60 FPS da oldi va orqa kameralarni ham mazza qilib video olsangiz bo'ladi. Umuman olganda Samsung video rasm borasida hech qaysi telefondan qolishmaydi, bemalol talasha oladi. Misol uchun boshqa Android telefonlar bilan ham bemalol talasha oladi. Meni tanlovim misol uchun kamera borasida eng yaxshi telefon rasmga olish deylik. Rasmga olish borasida Samsung Galaxy S25 Ultra birinchi raqamli telefon. Lekin tan olish kerak, mana bu 200 megapiksellik kamerasi zoom'i har doim ham kerak bo'vermaydi. Misol uchun biz doimiy tarzda uzoqdagi narsalarni rasmga olmaymiz, kundalik hayotimizda kerak emas. Endi ba'zida kerak bo'lib qolishi mumkin, lekin boshqa kamchiliklari kamerasida deyarli yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, iPhone narxini Nozim aka o'zlari aytadilar, lekin bu sizlarga ozgina spoiler qilaman, iPhone dan ko'ra arzonroq. Hozirgi kunda Prodochka do'konidan Galaxy S25 Ultra ni 1030
dollarga bemalol xarid qilsangiz bo'ladi va shuncha sanab o'tgan plyuslarimdan keyin ham o'ylab ko'ring, siz iPhone olasizmi yoki Samsung Galaxy S25 Ultra ni xarid qilasizmi? Xo'sh, kommentlarda o'zingizni javobingizni yozib keting. Nozim aka, endi iPhone ni o'zingiz maqtab bir chiroyli qilib ko'rsatib bering. Endi bu bunaqa maqtovlardan keyin iPhone da menimcha bunaqa kuchli narsa qolmadi kamerasida. Va nihoyat mana telefonimizning kamerasiga yetib keldik. To'g'ri, biz Samsungga o'xshab 100 marta yaqinlashtiramiz yoki 16-12 GB operativkamiz bor. Ani sonlarni ko'p qilib ishlatib, lekin iPhone bilan biz 48 megapikselimiz deganimizda yonma-yon qo'yganimizda Samsung bilan bir xil olishimiz bor. Sizlarga ham tabiiy holatmi, korobkada bitta narsa yozilinadi, lekin iPhone bilan yonma-yon qo'yganingizda bir xil oladi, даже bir xil joylarda yaxshiroq ham oladi. Agar biladigan bo'lsanglar, bitta sir bor bu yoqda. Apple bilan Samsungning kamerasiga tegishli bu narsa. Ahamiyat berganmisizlar, nimaga ikkita bir xil videoni Samsungda hamda iPhone'ga olib uni Instagram yoki boshqa tarmoqlarga joylaganingizda sifat ikki xil bo'ladi. Agar bu narsani javobini biladigan bo'lsanglar, hozir o'zida kommentariyaga yozib ketinglar. Shaxsan o'zimdan iPhone ustiga bitta chexol bilan shisha hadya tariqasida qabul qilib olasizlar. Hamda bu video foydali videolarimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun hoziroq bizga obuna bo'lib qo'ying. Kameramizni 48 megapiksel bilan biz rejimlarini ProRAW yoki ProResga bemalol o'zgartirishimiz mumkin. Syomka qilib bo'lingandan keyin videolarni xohlagan tusda bo'yashimiz mumkin. O'zimizga yoqadigan qilib, bu ham keng imkoniyat beradi. To'g'ri, bu Samsungda bor, lekin iPhone'da sifat boshqacharoq deb o'ylayman. Masalan, qanaqa desanglar, tabiiyroq ko'rinadi men nazarimda Samsungga nisbatan. Yana bitta faktni aytib o'tishim kerak. iPhone'dagi 5S modeli esla olasizlarmi? Qaysi yilda chiqqani? To'g'ri, ancha yil bo'ldi, lekin aynan shu modelda olingan kinoni Netflix sotib olgan. Bu ham bitta fakt deb o'ylayman. Bu ham Apple'ni nima uchun tanlashim kerak degan savolingizga bitta qisqacha javob deb o'ylayman. To'g'ri, bizda 8K yo 4K da oladigan bo'lsa ham, lekin sifatimiz yomon emas. Telefondan talab qilinadigan narsalarni maksimal darajada foydalanamiz deb o'ylayman. Telefondan professionallik kamerani parametrlarini yoki shunaqa kачествосini so'rash menimcha xatoroq deb o'ylayman. $1000 ga ham telefon, ham professionallik kamera olish sal aqlga sig'maydigan narsami deb o'ylayman. Telefonimizning kamerasini yana bitta plus tomoni 500 hamda $1000 turadigan professionallik kamera bilan tenglasha oladi. To'g'ri, men uni professionallik kamerani yutib qo'yadi yoki yaxshiroq oladi demoqchi emasman, lekin ham telefon bo'lib, ham professionallik syomkalarni qila olishi qulaylik beradi demoqchiman. Ya'ni bitta telefonning o'zida yaxshi kamera hamda foydalanish uchun, montaj qilish uchun va zerikkan paytda o'yin o'ynash uchun mana nima uchun Apple bilan yana Samsungni solishtiradigan bitta jihati bor, bu uni narxida. Bugungi kunda iPhone 6 Pro Max protochka do'konlarida yoki O'zbekiston hududidagi bozorlarda $1200 atrofida turadigan bo'lsa, uni narxi sekin tashashi. Qaranglar o'rtoqlar, yaqindagina 1,5 turadigan Samsung уже $1000 ga tushdi, lekin o'tgan yil sentyabr oyida prezentatsiya qilingan iPhone 16 Pro Max haligacha o'zining narxini ushlab turibdi. Men demoqchiman, telefonni to'g'ri hamma ham sotishga yoki sotayotgan paytida nech pul yutqizaman yoki nech pul yutaman degan savolni berish uchun xarid qilmaydi, lekin Apple yana bitta plus tomoni xarid qilganingizdan keyin kamroq pul yo'qotishinglar yoki 16 dan 17 ga обновление qilayotgan paytingizda kamroq pul qo'shishinglar. Apple device'larini minusi nimada deb o'ylayman. Xullas, ishlash tomonlama yoki o'zini ko'rsatishi, dizayn tomonlama menda hech qanaqa e'tiroz yo'q bu texnikalarga, lekin bitta e'tirozim bor, bu mijozlarni ham o'z inobatga olgan holda aytib o'tib keta olaman. Telefon olgandan keyin alohida zaryadga olishingiz yoki kart holder yoki power bankni ham oddiy power banklarga qaraganda 3-4 barobar qimmatroqga olishingiz. Mana nima uchun Apple sifatda olmoqchimisan, juda ham qimmatga olishga tayyor turgan degan gap eshitiladi Apple tomonidan. Men nazarimda shunaqa tuyuladi. Yaxshi narsa olmoqchisiz, lekin yaxshi narsa arzon bo'lmaydi degan javob keladi. Men shu narsani minuslari deb o'ylayman. Xullas o'rtoqlar, shunaqa qisqacha va samimiy obzorlarni o'tkazib yormaslik uchun bizga obuna bo'lib, bizani kuzatishni unutmang. Sizga ham Apple device'lar yoki dunyoga mashhur bo'lgan Dyson, Samsung, shunga o'xshagan texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, hammanglarni tochkada kutamiz. Bizani tochkamizda boshqa do'konlar bilan mijozlarning ehtiyojiga hamda servisga ko'proq upor berganning hisobiga tovarni unikal deb o'ylamaydi. O'zini beradigan xizmatlarni unikalroq deb o'ylaydi. Chunki mijoz ehtiyojlari tovarga nisbatan birinchi o'rinda turadi. Naqd hamda bo'lib to'lash uchun texnikalar olmoqchi bo'lsangiz, siz bilan ham tochkada ko'rishamiz. Bitta taklifimiz bor edi. Bugun yoki yaqin kunlarda iPhone'ni siz bo'lib to'lashga olish mo'ljal qilib yurgan bo'lsangiz, har bitta iPhone uchun biz $100 dan chegirma beramiz. Agar siz shu videoni ko'rib kelgan bo'lsangiz, buni qo'lga kiritish uchun nima qilishingiz kerak? Hozir o'zida bitta kommentariy yozib, bitta like bosib, hamda iPhone olmoqchi bo'lgan do'stingizga shu videoni yuborib qo'ying. Shaxsan siz bilan ham tochkada ko'rishamiz.